Yettinchi yozmish iqtidor to'plami 41 masala. 41 masalada demak A1 hamda A2 belgilari berilgan, ya'ni genlari berilgan. Katta A geni yashil rang, kichkina A kulrang, A2 esa dog'li kulrang debdi. Bular o'zaro kuchlarini beryapti bizga, ya'ni A dominant belgi hisoblanadi. Agar katta A bo'lmagan paytda A1 yuzaga chiqadi. Agar katta A ham bo'lmasa, kichkina A1 ham bo'lmasa, kichkina A2 yuzaga chiqadi. Bu degan eng kuchsizi kichkina A bo'ladi. Shunga qarab organizmlarni tafsilab ko'rishimiz mumkin. Endi bu yerda aytayapti, genlarning uchrash chastotasi berilyapti. Ya'ni bizda o'zi 3 xil gen berilyapti. Bu yerda katta A geni, A1 geni hamda A2 geni beryapti. A genining uchrash ehtimoli chastotasi 30%, ya'ni 0.3 deb olamiz. Kichkina A geni berilmagan, A1, A2 berilyapti. Keyin qo'ng'ir dog'li kulrang agamalar. Mana bu yerda olib berilgan bizga. Qo'ng'ir dog'li kulrang agamalar soni 192 ta. Buni foizini topib olamiz. 4800 tasi 100%. 192 ta dog'li necha foiz? X teng chiqadi, 4% bo'ladi. Endi shu 4% dan keltirib xulosa qilishimiz mumkin. A genidan 30%, ya'ni 0.3. Bizga aytayapti, dog'lilar 4% deb hisobladik. Bu yerda dog'li qaysi bo'ladi desa, kichkina A2 hamda A2 dog'li bo'ladi. Ana shu narsa 4%, ya'ni ulushda 0.04 deb olishimiz kerak. Ulushda 0.04 ulush deb olamiz. Ya'ni 4% 0.04. Qisqasi yuqoridagi foizlarni bu yoqqa faqat ulushga aylantirib yozamiz. 4% tushunchasini 0.04. Endi ko'raylik. Agar 0.04 chiqishi uchun, ya'ni bu yerdagi A2 bilan uchrash chastotasi bilan A2 uchrash chastotasini bir-biriga ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni bu degani, qaysidir sonni ko'paytirsak, qaysidir songa kelib chiqish kerak 0.04. Demak, shundan xulosa chiqarishimiz mumkin. 0.2 bo'ladi javob. Ya'ni 0.2 x ga teng bo'ladi. 0.2 ni 0.2 ga ko'paytirsak 0.04 ulush kelib chiqadi, ya'ni 4% kelib chiqadi. Demak, kichik A ni uchrash ehtimoli 0.2, ya'ni 20% desak to'g'riroq bo'ladi. Endi Hardi Weinbergda shunaqangi narsa bor. Umumiy organizmlarda genlar soni ulushi 1 ga teng bo'ladi, ya'ni 100% bo'ladi. Shunda 30% A geni, katta A geni, A2 geni esa 20%, ya'ni 0.2 bo'lsa, bu yerdan xulosa qilib 1 dan umumiy yig'indisi 1 ga teng bo'ladi. Har doim o'zgarmas. 0.3 30% da ayiramiz. 0.2 ni ayiramiz. Umumiy bizga 0.5 kelib chiqadi. 0.5 demak kichik A belgisini, A1 belgisini uchrash chastotasi 0.5 yoki 50% bo'ladi. 0.5, 0.2. Mana endi hammasini chastotalarini yozib chiqsak bo'ladi. Ya'ni 3 kere 5 0.15, 0.25, 25%, 0.1, 0.06, 0.1, ya'ni 10% degan. Mana shu ulushlari, ya'ni 100 ga ko'paytirganimizda hammasini foiz kelib chiqadi. Endi bizga berilgan ma'lumotlar. Populyatsiyada heterozigota, ya'ni katta A, kichkina A1 genotipida individlar soni foizda, individlarning foizini aniqlang debdi. 10 ballik savol. Birinchi savol. Katta mana bu, ya'ni bizga so'rayotgani i plus mana bu. Ikkalasi bor. Boshqa yo'q. Demak, bundan xulosa qilishimiz mumkin. Populyatsiyada birinchi savol, ya'ni A savoli 0.15 birinchisi plus 0.15 ikkinchisi jami 0.3. Bu narsa faqat bizda ulushda foizda so'raydigan bo'lsa, 100 ga ko'paytirib qo'ysak 30% kelib chiqadi. B savol.
populyatsiyadagi gamma-zigota A1 genotiplar individlar foizini aniqlang debdi. Gamma-zigota A1 A2lar. A1 A2lar bu yerda A1 A2lar ikkalasi 10%, umumiy 20% desak bo'ladi. Individlar genotipida individlar foizini aniqlang. Ikkalasi 0,1 qo'shganimizda javob 0,2, ya'ni 20% bo'ladi. S javob. Populyatsiyada gamma-zigota A va A2 genotiplar individlarni aniqlang. Populyatsiyada gamma-zigota A va A2 genotiplar individlar foizini aniqlang debdi. Demak, bu yerda katta A bilan A2lar. Mana bu yerda berilgan, mana. Bu yerda mana katta A bilan A2 6%, 0,06. Demak, bizga ikkalasini qo'shsak 0,12, ya'ni 12%. Demak, sani foizi. Faqat savollarda beryapti bizga. Bittasi bu yerda savollar shunaqangi, e'tibor berish kerak savollarga.